Mana bugun Qarabog' dahasida hammamizga elimizga taniqli bo'lgan Rabbimjon akamizni uyiga mana shunaqa darvoza naveslarimizni qo'yib berdik. Rabbimjon aka, Xudo xolasa yaxshiliklar buyursin, mana shu yerda yaxshi to'ylar bo'lsin. Qanday qilib bizning ishlarimiz, sizlarning ishlaringizga 5 baho. Rahmat. Agar mayli hammaga shunaqa darvozalar, shunaqa uylar nasib qilsin, sizlarga qo'l ko'zinglar dard ko'rmasin. Bu juda ham chiroyli, ko'p yillarga esdalik sizlardan chiqib yaxshi insonlarga yaxshi ustalar to'g'ri keldi. Mana shundoq yaxshi darvozalarni oldida turibmiz. Xudo xolasa og'aynilar olchi bo'lsin, ko'p yashanglar, xalqni olg'ishga sazovor bo'lib, Rasul kompaniyasi bo'lib, Rasul degan otga ega bo'lib yuraveringlar. Mayli. Hammamiz ish qilib Xudo yo'liga yuryapmiz, to'g'rilikqa yuryapmiz. Yaxshilikqa buyursin, shu uylarda katta to'ylar bo'lib, sizlar to'ylarni mehmonimiz bo'lib, dasturxon tepasida o'tiringlar. Mayli, amin, topishinglarga baraka bersin, yaxshilik bo'lsin. Allohu akbar. Ana. Suruqlari qanday bo'ldi? Etilgan vaqtlari, etilgan narsalar shularni vaqtlaridan oldin bajarildi. Bunaqa vaqtlar 15 kun, 20 kun deyilgan. Bular 10 kun ichida mana shuni ko'pchilik bitirib, mana tayyor 10 kun ichida bitirdi bu yigitlar. Hech qanaqa xafagarchilik, kamchiliklar yo'q. Bizlarga ko'nglimizdan chiqdi shu narsa. Bizlarni mablag'imizga ham ko'nglimizdan chiqdi bu narsalar. Bari yaxshi. Xudo xolasa yaxshi kunlar, yaxshi to'ylarga xizmat qilsin. Rahmat Rasul, mayli sizlarga rahmat. Sizlarni eng asosiy ishimiz sizlarning shu klientlar rozi bo'lsa, klientlar uchun xizmat qilsak, yaxshi kачествоni sizlarga yetkazib bersak, ming rahmat. Xursandmiz, Xudo xolasa. Ming rahmat.